Sog'lom vazn yig'ishga harakat qilayotgan inson sifatida bir kunda nimalar yeyman? Bu sizga qiziqmi? Odatda doim kun davomida nimalar yeyishimni ertalabdan tayyorlab qo'yaman. Masalan, shunaqa tovuqni qaynatib, idishga solib yeyman. Ertalabki 2 ta qovurilgan tuxum, plus 2 ta tovuq oyog'i va ozgina nonga surtilgan sariyog' bilan qizil lavlagili salat yedim. Plus 1 stakan kokteyl ichaman. Kokteyl retseptini Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Otib olib ko'rsangiz bo'ladi. Soat 11 da geynerimni tayyorlab ichaman. Sutga tayyorlayman doim. Shunaqa ovqat yedim, hammasini yemayman, oldin aytib qo'ying. Kechga esa qaynatilgan tovuq oyog'i plus kokteylimni oxirigacha ichib qo'yaman. Vazn yig'ishda eng muhimi kaloriyani hisoblab yeyish. Masalan, siz tez va ko'p ovqat yeganingiz bilan u ovqatlarda sizni semirtiradigan, vazn yig'ishingizga yordam beradigan oqsil, uglevodlar bo'lmaydigan bo'lsa, u sizga sog'lom ves bermaydi. Aksincha, noto'g'ri ves berishi mumkin, yoki bo'lmasa umuman bermasligi mumkin. Profilimga obuna bo'lib, kommentariyaga plus tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, sport zalda qanaqa mashqlar qilishimni videosini tashlab beraman.